Nexia 3 mashinamiz kelib qolgan. Mashinamizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bitta like podpiska bosib qo'yasizlar. Mashinamizni sizlar o'ylagan narxdan ham arzonga baholab qo'yganmiz. Sotuvimizga Nexia 3 mashinasi kelgan. Yillar 2019-yil. Kraskalari 25-30% kraskasi bor. Motor hadovoy zo'r holatda, yurishlari chotki, $400 ga egalar etyapti. Yaxshi diska balon qo'yib qo'ygan ekan. Mashinamiz salon holatlarini bir qator ko'ringlar akalar. Mashinamiz 250 ming probegda, yaxshi maytfulla qo'ygan 725 reflektor. Mashinamiz ishlari juda ham ideal holatda, zo'r holatda. Mana mashinamiz yon ko'rinishini ko'ringlar. Orqadan ko'rinishlari, mashinamiz gazi bor. Dokumentlar bexijolat, generalniy hammasi bo'ladi. Motor holatlarini bir qator ko'ring. Yaxshi holatda. Dehqon mashinasi mana motorlari ham yuvilmagan holatda turadi. Dehqonlik bilinib turadi. Akalar, Avto Viber kanalida srochniga akalar sizlarga 2019-yil Nexia 3'imizni srochniga 6300 ga baholab qo'ydik. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz, telefon qilib bemalol savdo qilaverasizlar. Akalar, bu mashina o'zimda turibdi, o'zim bilan bitadi. Bemalol o'zimga telefon qilaverasizlar. Skamka opam kuymaydigan qilib, chiroyli qilib xalq nazar qiladigan narxda olib beraveraman. Akalar, sog' bo'lasizlar.